Test sentrda juda chiroyli natija olindi. Bu bemorimiz juda ham eski bemor. Birinchi murojaat qilib kelganlarida 2021-yilda eko markazimiz yangi ochilgan bemor paytida kelgan ilk bemorlarimizdan bittasi. Bu bemorimizda bitta transfer qilinganda bitta o'g'il farzand tug'ib oldilar. 2022-yilda transfer qilingan bo'lsa, 2023-yil oxirida 22-yil oxirida farzandli bo'ldilar. 2 yil o'tib yana keldilar. Endometriylari juda ham qalin kuzatildi. Giperplastik endometriy, gastroskopiya qilindi. Undan keyin progesteron miqdorlarini, endometriyni kontrolga oldik. Endometriyni qalinlashmasligi uchun Zoladex ukolini 3 oy podryad oldilar, ketma-ketiga. Endometriyni tayyorladik. Bu endometriy juda ham chiroyli chiqdi, natijamiz chiroyli chiqdi. Juftligimizning ikkinchi marotaba pozitiv natija bilan